Bugun sizlar bilan biznesda pulni o'rni haqida gaplashamiz. Bunday bizneslar borki, umuman ularni pulsiz boshlash mumkin. Pulsiz yurgizish ham mumkin. Shunday bizneslar borki, ularni hech bir qalamida pulsiz yurgizishning imkoniyati yo'q. Pulsiz yurgiziladigan bizneslar bu asosan bir yoki bir nechta insonlar tomonidan tashkil etilgan xizmat ko'rsatish korxonalari. Misol uchun SMM xizmatlari, marketing xizmatlari, yuridik xizmatlar, buxgalteriya xizmatlari, tikuv xizmatlari bo'lishi mumkin. Bunga o'xshagan ko'plab misollar keltirish mumkin. Ikkinchisi, pulsiz yurgizib bo'lmaydigan biznes proyektlar bu odatda juda ham katta mablag'larni talab qiluvchi katta proyektlar hisoblanadi. Misol uchun, katta pul mablag'larini talab qiladigan bizneslardan zavod, fabrikalar ochish haqida gapirmaymiz. Misol, hattoki kichkina restoranlar tarmog'ini ochish, supermarketlar tarmog'ini ochish, magazinlar tarmog'ini ochish odatda kattaroq mablag'lar talab qiladi. Lekin kattami, kichikmi mablag' topish hozirgi zamonda qiyin emas. Buni yo'llarini meni blogimni kuzatib bilib olishingiz mumkin.